Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan birga men Title Gameros va bu sizlar bilan birga Minecraft setlarni tekshirib ko'ramiz. Qani bo'lmasam, let's go. Birinchi setimiz bo'ladi. Hop, давайте. Hop, birinchi bo'limdan men shu videoni tekshirib ko'rgim keldi. Hop. Yaxshi narsalar. Lekin men buni narsalarni ko'tarib yurishim kerak. Men endi kerak emas. Mash fakelimiz qolsin. Mana kerak narsalar tashlaveramiz. Va yaxshi. Kabe sen bilan ulanmaganman. Bor joyingga. Uzr akalar, ukam shu asab buzar mazgi. Shuning uchun e'tibor beringizlar. Bu ham Minecraft o'ynayu endi uncha tushunmaydi. Chunki men sen bilan ulanmaganman ukam. Keyingi safar ulanamiz, xo'p? Yo'q. Bo'ldi, yig'lama. Bo'pti, shundan keyin ulanamiz, xo'p? Bo'ldi, yig'lama. Mana shu nimani qilib olay, xo'p? Hozir akalar. Akalar. 1-2 soatdan keyin ukam ham uyiga ketdi. Ukam ketish shunchalik qiyin bo'ldi. Sizlar hatto tasavvur ham qila olmaysizlar. Yarim soatdan keyin ketdi. Hop, yaxshi narsalar. Bular joyiga qo'yib qo'yamiz. Mana shu yerda survival qilib ketsangiz ham bo'laveradi. Reklama chiqaryapti akalar. Buni ham yo'qolsin deb yoqib qo'ydik. Akalar, bu yerda survival qilib ketsangiz ham bo'laveradi. Qaramoqmasam ikkinchisiga go. Xo'p akalar, bizning ikkinchimiz bu final. Yo'q, Mimi bo'la qolsin. Mimida bizda ham shunday qishloq chiqadi va biz quduqning tagiga borishimiz kerak. Shunday qilib, biz quduqning tagiga borganimizdan keyin biz qorong'ilikka qarshi jablan bitib olishimiz kerak. Hop. Yaxshi, endi pastga tushasizlar. Va mashaytdan qolasalaring. End portali chiqadi. Ko'rib turganingizdek, bu sirli, maxfiy joy. Bilmaydiganlar bilib qo'ysin. Bo'lmasam mana shu yerda ham zombilar bilan, kim zombilar bilan urushish xohlasa bemalol. Mana shu yerda ham urush ochib ketsa bo'laveradi. Ikkinchi setimizga let's go. Adashib ketdim akalar, 3-set demoqchi edim. 3-setimiz bo'lsa bu robot. Let's go. Bunda sizlarda qishloq chiqadi. To'g'ri, qishloq qayda deyishlar mumkin. Mana qishloq. Bu bittalik qishloq emas, bu ikkitalik qishloq. Mana bu yerda ham bitta katta daraxt bor. Mana bu yerda ko'pgina katta qishloq bor. Bu yer serial uchun juda ham qulay va zamonaviy. Xo'p, bo'lmasam 4-setga let's go. Bu videoda 5 ta set bo'ladi. Keyingi setimiz bu final. Hammasini katta yozish kerak. Final. Let's go. Bunda bizda temirchining bilan sahroda qo'shilgan. Nima chiqadi? Qishloq. Bu yerda temir aslaha, 2 ta bosh kiyim va 2 ta olma chiqadi. Bu yer kim video olmoqchi bo'lsa, marhamat, mana shu setni yozib ko'ring. 5-setimizga ham 5-setimiz bo'lsa 3 ta 1. Let's go. Bunda bizda piramida chiqadi. Bu bittalik emas, ikkitalik.
Hop. İçiga tushsak va bundan quruqlikka qarshi nima ichib olamiz? Hop. Yaxshi. Mana buni buzib tashlaymiz. Ey, yo'qale. Wow, bitta olmos, 5 ta oltin, 3 ta temir, 4 ta oltin, jami 9 ta oltin. 2 ta temir, 5 ta temir, jami 10 ta temir. Bitta temir, 11 ta temir. 4 ta temir, jami bo'ladi bizda 15 ta temir bo'ladi. Bo'lmasa mana bu yerda bombalatib ketamiz. Qo'sh. Qo'shdik. Yaxshi. Ulgurdik va biz ikkinchi piramidaga. Let's go. Hop. 4 ta temir, jami 19 ta. 3 ta temir, 3 ta izumrud, 2 ta oltin, 7 ta oltin, jami 18 ta oltin, 3 ta izumrud, 22 ta temir va bitta olmos. 2 ta temir, jami 20 ta. Bunda hech bola yo'q, po'q bor bunda, ham po'q bor ekan. Bo'lmasa ham bu yerni ham bombalatib ketamiz. Hammasi teshik emas. Xullas, videomiz shu yergacha edi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling.